Hozirgi kunda keng tarqalayotgan infeksiyalar ham bor, yangi topilayotgan infeksiyalar bor, viruslar hamda Ajrimlar 3 oyda yoki 2 oyda ham bo'lib ketyapti-da hozir. mana bu kasal ekan, mana shunisi tuzalib ketadigan joyi yo'q. Suskashlik paydo bo'lgandan keyin ko'proq murojaat qilishadi. Tarmoqlarda erkaklik quvvatini oshiramiz, erkaklarni yana ham sog'lom qilamiz degan reklamalarni juda ko'p ko'ryapmiz-da. Oxirgi paytlarda nimagadir o'sha bizani tekshiruvlar natijasi ko'proq erkaklarimizda bepushtlik holatlar ko'p uchramoqda. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, hurmatli kuzatuvchilar. Zafarollashamiz loyihasi yana e'tiboringiz markazida. Bugun juda ham dolzarb bo'lgan erkaklar salomatligi haqida gaplashamiz. Ko'pchilik erkaklarimiz ba'zilariga aytishga ham uyaladigan muammolari bor va ana shu muammolarga bugun savollarga javob berish orqali yechim topamiz. Bugungi mehmonimiz oliy toifali urolog G'iyosov Qahramon Ortiqovich. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xush kelibsiz Qahramon aka. Rahmat. Dastavval Qahramon aka, keling, bugungi kunda erkaklarimiz salomatligida muammo bo'lsa, nega urologga borishga uyalishadi? Mana shunday savol bilan murojaat qilsam va oxir oqibat ularni bu xatolari nimalarga olib keladi? Shu haqida gaplashsak. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Haqiqatda ham hozirgi ko'tarilayotgan masala juda dolzarb mavzu. Erkaklarimizni reproduktiv salomatligini saqlash, ularni jismonan baquvvat bo'lishini ko'tarib chiqish, bu masalalar hozirgi kunda juda ham dolzarb. Jahon taraqqiyoti umuman olganda urbanizatsiya deymiz. Buni ta'siri haqiqatda nafaqat masalan butun insoniyatga, ayniqsa ularning ichida erkaklarimizga ham juda ham katta o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Mana to'g'ri savol berdingiz, nima uchun erkaklarimiz turli xildagi urologik xastaliklar bo'lsa shifokorga murojaat qilish jarayoni sust. Ya'niki ular shifokorga borishdan nimagadir uyaladilar. Buni men shunday deb tushuntirishim kerakki, bu bizani o'zbek mentalitetiga ham bog'liq degan fikrim bor. Chunki o'zini biror bir jismonan jinsiy hamda turli xildagi jinsiy a'zolari bilan bog'liq bo'ladigan masalalarni birovga aytishga ozgina bizada erkaklarimizda uyalish bor. Shu diqqatga sazovorki, oxirgi 5 yil ichida mana kuzatuvlarimiz natijasi shu ma'lum bo'lyaptiki, har qalay oldingi nisbatan erkaklarimiz ancha faollashishdi. Bu jinsiy a'zo hamda urologik xastaliklarni oldini olish, ularni tuzatish masalasi bo'yicha murojaat qilishi ancha aktivlashdi. Lekin bu hali to'laqonli emas. Chunki asoratlar bermaguncha murojaat qilish ancha past. Ya'ni qanaqadir jiddiy asoratlar bo'lgandan keyin urologik xastaliklar boshida o'zini bilintirmaydi. Sekin astalik rivojlanish natijasida turli xildagi asoratlarga olib keladi. Bu o'sha kasallik nimadanligiga bog'liq. Asoratlar kelgandan keyin, asoratlar paydo boshlagandan keyin shifokorga murojaat qilishadi. O'shanda ham murojaat qilishmasligi ham mumkin. Shu mana yoshimga mos shu narsa bo'lish kerak ekan deb ham o'tib ketaverishadi. Lekin o'sha murojaat qilganlari tekshirilganda, uni kasallik boshlanish jarayoni bir necha yillarni tashkil etadi. Bir necha 10 yillar bo'lishi ham mumkin. To'g'risimi? Mana shu asoratlari, urologik kasallik asoratlari tez ma'lum bo'lmaydi. Uzoq vaqt kerak, uzoq yillar kerak. Ana o'shanda asoratlar natijasida keyin murojaat qilinadi. Kasallik sababi qachonlardir bir 5-10 yil oldin boshlangani ma'lum bo'lib qoladi. O'sha suhbatda tekshiruv usullari natijasida shu narsa aniqlanadi. Endi urologik kasalliklarni, andrologik hamda urologik kasalliklarni paydo bo'lish sabablari juda turli xil. Avvalambor
o'sha inson qanday sharoitda o'sdi, qanday uni immuniteti infeksiyalarga bo'lgan qarshiligi qanday, nima bilan ovqatlandi, nima bilan yashadi, sog'lom turmush tarziga e'tibor berdimi yo'qmi va nima qanday mahsulotlar bilan taomlandi va qanday o'zini jismonan, jinsan tutdi va jinsiy aloqa bilan yuquvchi infeksiyalarga qanday munosabat bildirdi, munosabatda bo'ldi. Mana shular hammasi demak erkaklarimizda sodir bo'ladigan turli xildagi urologik patologiyalarni asosi bo'lib, bular keyinchalik o'z asoratini beradi. Endi bu yerda shunga e'tibor berish kerakki, inson omili, insonga turli xildagi tabiiy omillar ham ta'sir ko'rsatadi. Mana yuqorida gapirib o'tdik. Avvalambor o'sha ovqatlanish jarayoni. Insonda sodir bo'ladigan turli xil kasalliklarni 100% deb olsak, 70% bizni ichimizga kirayotgan ovqatga bog'liq. Tushunasizmi? Nima biz iste'mol qilyapmiz, o'sha juda katta rol o'ynaydi. Ikkinchisi 10% ma'lum darajada bizni o'rab turgan tashqi muhitga bog'liq. 10% demak asab sistemamizga bog'liq va 10% naslimizga bog'liq. Nasl qanday? Mana shu faktorlar juda katta rol o'ynaydi. Shularning ichida eng katta rol o'ynaydigani bu demak ovqatlanish jarayoni. Ovqatlanishga juda e'tibor berishimiz kerak hozirgi kunda ayniqsa. Sababi bizni iste'mol qiluvchi mahsulotlarimiz ko'p GMO, genni modifitsirованный produkt hisoblanadi. Tabiiy narsalar ma'lum darajada kam va tabiiylikka e'tibor berish juda zarur. Keyin ovqatlanish rejimiga e'tibor berishimiz kerak. Qaysi paytda ovqatlanish kerak? Demak, vaqtga ham e'tibor berishimiz Albatta. kerak. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala uyqu masalasi. Uyqu masalasi. Ya'ni mana jinsiy ojizlikda katta rol o'ynaydi uyqu. Qanchalik biz uxlaymiz? Ko'p holatlarda hozirgi mana bemorlar kelishadi, yigitlar kelishadi. Ko'pi kechasi uxlamaydi. Logistika deydi, bozorda biz deydi, optoyda biz deydi, ishlash kerak deydi. Kechasi bilan uxlashmaydi. Kunduzgi uyqu kechki uyquni o'rnini bosa olmaydi. O'sha yoshga qarab o'sha uxlash jarayoni bo'lishi kerak. Masalan, 7 soat, 6 soat, kamida oldik. Hatto 7 soat uyqu bo'lishi kerak. O'shanda organizm o'zini kun davomida ketkizgan energiyasini tiklaydi. Ichki a'zolar tiklanadi. Gormonal fon tiklanadi. Tushunasizmi? Bu juda ham katta jinsiy tomondan jinsiy tomondan kuchayishini belgilaydi. Agar shu omillar bo'lmasa, ancha qiyin ahvolga tushib qolish mumkin. Demak, oziq-ovqat va uyqu juda ham muhim. Katta rol o'ynaydi. Endi yana boshqa sabablari ham bor endi. Mana Qahramon aka, kam harakat qiladiganlar bor. Mana aytyapsiz, logistikada, mana o'tirib ishlaydiganlar, uxlamaydiganlar va ko'proq shofyorlar o'tirib ishlaydi, baribir o'tiradi. Kam harakat. Ya'ni turmush tarzi, insonning turmush tarzi buzilishi, ya'ni kam harakatliligi, ko'p jismoniy harakat qilmasligi ham o'sha erkaklar salomatligiga ta'sir qiladi. Albatta. Mana yuqorida sanab o'tgan ikkita omilni aytdim. Uchinchi omil kam harakatlilik. Kam harakatlilik. Ayniqsa hozirgi global rivojlanish jarayonida kompyuterning sistema juda kuchayib ketdi. O'tirib ishlash, ertalabdan kechgacha, kechasi bilan o'tirib ishlash, juda ham kompyuter bilan ishlash juda ham rivojlanib ketdi. Kompyuter o'zi bu nima? Kompyuter o'zidan nur chiqaradi. Bu ham bitta omil. Ikkinchidan uzoq o'tirish natijasida kam harakatlik tufayli tos sohasi a'zolarida qon aylanish jarayoni pasayadi. Bilingki, qaysi a'zoni qon aylanish jarayoni pasaysa, o'sha a'zoning ish faoliyati ham pasayadi. A'zoni qon aylanish jarayoni kuchli bo'lsa, butun sistema. Demak, harakat ko'p bo'lsa, kuchli bo'lsa, a'zoning ish faoliyati ham yaxshi bo'laveradi. U yurak bo'ladimi, jigar yoki masalan buyrakmi yoki masalan jinsiy a'zolar, oyoq sistemasi, hammasini qon aylanishi yaxshi bo'lsa,
boshqa xastaliklarni kelib chiqish sababi ham yo'qolaveradi. Uchinchi sabablardan bittasi shu. O'sha erkaklarda demak kam harakatli tufayli turli xildagi urologik jinsiy tomondan ojizlik sabablarining bitta qismi hisoblanadi. Kim harakatchan bo'lsa, ertalab badan tarbiyalanish bilan shug'ullansa, masalan ofisda ishlagan insonlar ham menga keladigan patsientlarga aytaman. Ko'p kompyuter bilan ishlaydi. O'sha aqliy mehnat, kompyuter, o'sha logistika va hokazo. 1 soat o'tirdingmi? Turib 10 minut gimnastika shug'ullan. Harakat qil. Va o'shalarga qanday gimnastika vositasi bilan shug'ullanishni ham ko'rsatib beraman. Jonli qilib. Qo'llanmalar bor. Qo'llanmalar. O'zim ko'rsatib beraman, qanaqa qilish kerakligini. Tushunyapsizmi? Hech kimga kerak yo'q, yugurish ham kerak emas. Masalan, qandaydir stadionga yugurib ham kelish ham kerak emas. O'sha o'tirgan joyida o'sha turib, o'sha gimnastik mashg'ulotlarni bajarilsa 10 minut bo'ldi. Yana ishini davom ettirib ketish mumkin. Juda katta foydaga ega. O'zini mashqlari bor, demak, maxsus. Albatta, mashqlar bor. Bular bajarish kerak. Faqat bu yerda nima omil? Erinmaslik kerak. Gap mana shunda. Vaqt qizg'anib ishimni qilib ola qolay deb shu erinib, shu ishini qizg'anib yoki erinchoqlik tufayli o'sha qilishdan bosh tortib qolish mumkin, erinchoqlik tufayli. Lekin erinmaslik kerak. Albatta shu juda katta nafi bor buni. Bu juda ham kerakli mashq. Har 1 soatda 10 minut mashq qilish juda zarur. Zarur. Mana shunaqa. Keyingi yana masala turli xildagi infeksiyalar masalasi. 4-chi bu omil. Hozirgi kunda keng tarqalayotgan infeksiyalar ham bor, yangi topilayotgan infeksiyalar bor, viruslar hamda bular o'sha turli xildagi sidik yo'llari infeksiyasi deymiz. Asoratlangan turlari bo'ladi, noasoratlanmagan turlari, turli xildagi spetsifik infeksiyalar. Yana bitta omili bor, shuni ham aytib o'tish kerak, bu asab tizimi. Asab tizimi mana boyagi aytib o'tilgan 10% dedik, lekin ko'proq hozir asab tizimi kattaroq foizni tashkil etadi. Chunki urbanizatsiya deymiz, globallashuv, internet, jadallik bilan rivojlanish, xoh sanoat bo'ladimi, xoh masalan bozor tizimi bo'ladimi, hamma sohada rivojlanish juda kuchli. Shunga yetib olish, o'shani quvish, o'shanga moslashish bu juda katta energiya talab qiladi, asab talab qiladi. Mana shu holatlar asabiylashuv albatta turli xildagi kasalliklarning sababi. Bir jumladan demak jinsiy ojizlik, turli xildagi boshqa nozologiyalar bo'yicha qon bosim, infarkt, insult, hokazo kasalliklarning sabablaridan biri hisoblanadi. Demak, o'sha asab tizimiga ham e'tibor berishimiz kerak. Albatta. Asosiylardan bittasi. Mana hozir 5-6 ta sabablarni sanab o'tdik. Mana shular hammasi o'z o'rniga ega kasallik rivojida va kasallikni rivojlanishini asosiy omillaridan biri. Shu sanab o'tilgan holatlar. Yaxshi, Qahramon aka, siz uzoq yillik tajribaga ega mutaxassissiz. Siz oldingizga, qabulingizga qanday muammolar bilan ko'proq kelishadi erkaklar? Qanaqa muammolar bilan? Aynan qaysi kasalliklar o'sha o'zidagi holatlarda murojaat qilishadi, o'zidagi o'sha salbiy holatlar, mana bunaqa bo'lyapti, bunaqa holat. Eng ko'p qaysi holatlarda sizga murojaat qilishadi? To'g'ri savol. Bu hozir yuqorida aytib o'tilgan asorat paydo bo'lgandan keyin murojaat qilishadi. Ya'ni prostata bezining yallig'lanishi yoki bo'lmasa o'sha asab tizimimizdan chiqishi, o'sha moddalar almashuvining buzilishi va hokazolar natijasida jinsiy tomondan suskashlik paydo bo'lgandan keyin ko'proq murojaat qilishadi. Ya'niki o'sha
qo'shilish davrida jarayonida olati yaxshi qo'zg'almasligi, qo'shilish paytida urug'da tez chiqib ketib qolishi, преждевременный эякуляция deymiz, tez urug' tashlab qo'yish. Mana shundan ko'proq shundan murojaat qilib kelishadi. Bu bitta yo'nalish. Ikkinchi yo'nalish, demak, turli xildagi siydik yo'llari infeksiyasi bo'yicha ham murojaat qilishadi. Yozilganda achish, og'riq, demak, olat o'sha uchlarni qizarishi, turli xildagi suv oqmalar oqishi va hokazo. Bu ikkinchi turdagi murojaatlar. Uchinchisi, bu buyrak siydik yo'llari toshlarida buyrak tosh kasalliklari bilan murojaat qilishadi. Qachonki, demak, buyrak ichidagi tosh siljib siydik yo'lni to'sgandan so'ng bel sohasida kuchli og'riq bo'ladi. Buyrak sanchig'i deymiz buni, почечный ko'liki boshqacha aytganda, o'shalar bilan ham murojaat qilishadi. Mana shu asosiy yo'nalish uchta. Demak, jinsiy ojizlik, demak, siydik yo'llar infeksiyasi, uchinchisi siydik tosh kasalliklari. Mana shu yo'nalishlar bo'yicha ko'proq murojaat qilishadi. Endi shu masalan bular hammasi bir-biriga bog'liq jarayon, bir-biriga bog'liq tomoni bor. Demak, o'sha jinsiy ojizlikni tekshirsangiz, nerv sistemasining sustligi aniqlanadi. Asabiy. Ikkinchi tomondan siydik yo'llari infeksiyasi chiqib qoladi. Uchinchi tomondan o'sha prostata bezining yallig'langani chiqib qoladi. Demak, bir-biriga bog'liq hammasi. Juda bog'liq. O'sha bitta shikoyat chuqurroq surishtiruv ishlarini olib borilsa, o'sha kasallik tekshirilsa, kasallik sababi aniqlanadi. Bu jinsiy ojizlik nimanidir asorati o'z-o'zidan bo'lib qolmaydi. Asorat. Nimadir sabab bo'lgan. Albatta. O'sha sababini aniqlash bizning vazifamiz. O'shanga qarab muolaja qilinsa, keyin sabab aniqlansa, oqibat yo'qoladi. Albatta. Biz oqibatni davolashimiz kerak, o'shani sababini davolashimiz kerak. Buning uchun tekshiruvlar, analizlar kerak, har qanday o'sha kerakli tekshiruv uslublari o'tkazilib, tashxis to'g'ri qo'yilgandan keyin, kasallik sababi aniqlangandan keyin, undan keyin demak, davo muolajalari bajarilsa, boyagi asorat ham yo'qoladi. Keyin oxirgi paytda yana 4-holat bu bepushtlik bilan murojaat qilish ham ma'lum darajada ko'payyapti. Sababi nima uchun bepushtlik degan savol tug'iladi. Boyagi yuqorida o'tib sanab o'tilgan o'sha 5-6 ta faktor shunga ham ta'sir ko'rsatadi. Bepushtlikka ham ta'sir ko'rsatadi. Noto'g'ri ovqatlardan uyqusizlik, asab, gormonal tizimning buzilishi, siydik yo'llari infeksiyasi va hokazo holatlar. Mana shular hammasi bepushtlikka sabab bo'ladi. Jinsiy aloqa bilan yuquvchi ayniqsa infeksiyalar, bular albatta o'z ta'sirini ta'sirini ko'rsatmasdan qolmaydi. Qahramon aka, mana bepushtlik haqida o'zingiz mana gapirib qoldingiz. Hozirgi kunda mana shu farzandsizlik tufayli juda ko'p oilalar ajralib ketyapti, ajrashga ariza beryapti yoki ota-onalari o'zaro qudalar orqali kelishib, kelinglar ajratib olaylik, boshqa oila qursin, boshqa odam bilan oila qursin degan gaplar juda ham ko'payib ketdi hozirgi kunda. Aslida ko'pchilik jamiyat umuman olganda ayol kishini, ya'ni kelinini aybdor qiladigan qaynatalar ko'p. Hattoki erkaklarning o'zi ham aytib qoladi, ayolimda ayb deb. Mana shu masala haqida o'zi savol alohida tayyorlagandim, hozir mana ochildi o'zi. O'zi bepushtlik holati o'zi erkaklarda ko'proq muammomi yoki ayollarda bo'ladi? Mana shu tajribangizdan kelib chiqib aytsangiz. Dunyo ilmiy anjuman statistika bo'yicha 50-50. 50% ayolda, 50% erkaklarda. Oxirgi paytlarda nimagadir o'sha bizani tekshiruvlar natijasi ko'proq erkaklarimizda bepushtlik holatlar ko'p uchramoqda. Nima uchun degan savol tug'iladi. Yuqorida sanab o'tilgan sabablar. Tushunasizmi? Mana o'sha sabablar. O'sha sabablar. Mana shu o'zi bepushtlik nima degan savol nima? Qachondan bepushtlik deb aytishimiz kerak? Mana o'ylandi, turmush qurildi, oila yuzaga keldi. Ma'lum vaqt o'tdi. Masalan, 3 oy o'tdi. Lekin farzand bo'lmayapti. Buni bepushtlik deya olmaymiz. O'zining vaqti bor. 1 yil davomida regular jinsiy yaqinlikdan so'ng
homiladorlik yuzaga kelmasa buni bepushtlik deyiladi. Ha. 1 yil vaqt kerak. 1 yil. Bilasizmi? Negaki o'sha organizm onaqini o'sha yigit deymiz, erkak spermalarga o'tadi. Bir o'zaro qovushib homila hosil bo'lish uchun fanda o'sha 1 yil vaqt ajratilgan. Demak 1 yil vaqt kerak. 165 kun vaqt kerak. Ajrimlar 3 oyda yoki 2 oyda ham bo'lib ketyapti-da hozir. Bu noto'g'ri. O'sha ilmiy asoslangan holat aytish mumkinki, o'sha homilani hosil bo'lish jarayoni 3 oylikda uylangandan keyin. 3 oylikda, 7 oylikda, 11 oyda yuzaga keladi. Tushunasizmi? 20% 3 oylikda. Turmush qurgandan keyin 3 oy o'tgandan keyin homiladorlik 20%. Bu tez degani. Tez homila paydo bo'ldi degani. 20% tashkil etadi bu. Eng ko'pi 7 oylikda. Turmush qurgandan keyin 7 oydan keyin homiladorlik 60% tashkil etadi. 7 oy davomida 7 oydan keyin 7 oydan keyin 7 oydan keyin 60% tashkil etadi. Qolgan 20% 11 oydan keyin turmush qurgandan keyin. Shuning uchun 1 yil muddat kam. Ya'ni 1 yil o'tmasdan turib olamga jar solib haligi yoshlarni ajratib yuborish bu noto'g'ri. Endi hozir globallashuv deyapmiz, rivojlanish shunchalik kuchayib ketdiki, oldin hech kim ishi bo'lmagan. Turmush qurdi, turmush qurdi. Xudo xolasa bo'ladi-da degan fikr bilan yashagan, hech kim e'tibor bermagan. Hozir 1 oy o'tmasdan nega homilador bo'lmayapti? Nega bola ko'tarmayapti? Shoshirishadi. Bu juda noto'g'ri. Juda noto'g'ri. Buni o'zini salbiy asoratlari bor. Nima? Hadeb so'rayverilsa, demak asabiylashish boshlanadi 2 yosh o'rtasida. Asabiylashish bu qalqonsimon bezni ishdan chiqaradi. Asabiylashish natijasida gormonal faz o'zgaradi. Gormonlar ishlab chiqarish izdan chiqishni boshlaydi. Normal holatda ishlab chiqarilayotgan ayoldagi tuxumdonlarni ishlashi buziladi. Yorilish jarayoni buziladi. Tushunasizmi? Asab juda katta rol o'ynaydi bu o'rinda. Demak, farzand ko'rmaslikni yana uzaytiryapti ular. Bosim orqali, yana boshqa omillar, gormonal omillarni hosil bo'lishiga sabab bo'lyapti. O'z holiga qo'yish kerak yigit bilan qizni. Yashasin. Yaxshi munosabat bildirish kerak kelinga. Kelin masalan qayg'urishni boshlasa, qizim qayg'urma, xudo xolasa bo'ladi. Shoshilma deb ko'nglini ko'tarish kerak. Aynaga bo'lmayapti, nima bir kasali bormikin, tekshirtir, anday qil, bunday qil. Yo'q. Vaqt o'tish kerak. Ma'lum vaqtda o'tish kerak. Tushunasizmi? Ana undan keyin bo'lmasa, undan keyin tekshirishni boshlash kerak. Agardaki kelinda hayz deymiz. Vaqtida bo'lsa, og'riqsiz bo'lsa, hammasi normada bo'lsa, yigit masalan aloqa jarayonida urug' kelayotganini yaxshi his qilsa, lazzatlanish yaxshi bo'lsa, demak urug' ham yomon emas. Taxminan. Ayol ham sog'lom, erkak ham sog'lom, lekin vaqt kerak. Shoshiltirish kerak emas. O'z vaqti bilan bo'ladi. Agar o'sha muddat ichida homiladorlik yuzaga kelmasa, unda tekshirishni boshlash kerak. O'shanda ham shoshmasdan, vahma qilmasdan. Shunaqa. Ana o'shanda sabab aniqlanadi. Hozir meditsina ilg'orlab ketgan. O'sha sperma miqdorini kam bo'lsa uni ko'paytirish jarayonlari bor, sababi aniqlanib. Keyin masalan balkim operativ davolar kerakdir, varikatsiyali masalan, u qilinadi, urug' ko'payadi. Urug'ni miqdorini, sifatini yaxshilovchi turli xildagi dori vositalari ko'payib ketgan hozir. Oldinlar bundan 20 yil oldin hech narsa yo'q edi. Juda kam holatda. Bir ikkita dori bor edi. Dori vositasi bor edi, hozir juda ko'payib ketgan. O'shalarni muntazam iste'mol, 3 oy davomida iste'mol qilsa, urug' ko'payib, homiladorlik yuzaga keladi. Ayolni davolash metodlari hozir kuchayib ketdi. Turli xildagi dori vositalari kuchayib ketdi. Ana o'shalar yordamida sekin astalik bilan maqsadga erishiladi. Endi bo'lmadi deylik. Hech iloji yo'q. Urug'ni ko'paytirish imkoni yo'q. O'sha erkakdagi
urug' miqdori demak tabiiy yo'l bilan urug'lantirish kuchiga ega emas. Demak boshqa metod bor. Uni yo'lga qo'yilgan hozirgi kunda shu boshqa yo'l bor. Ana o'sha eko deymiz, ekstrakorporal urug'lantirish. Ana o'sha orqali qilinadi. O'sha orqali urug'lantiriladi, normal homila yuzaga keladi. Hozir mana hayotda shunaqa borki, asoratlangan farzand tug'ilar ekan, homila bo'lar ekan va hokazo. Unday emas. O'sha urug'lantirishdan oldin, ya'ni ekstrakorporal urug'lantirishdan oldin o'sha sog'lom, yaxshi sperma ajratib olinadi. Yaxshi tuxum ajratib olinadi. Tuxumdan ajratib, ana o'sha urchitiladi. Normal, sog'lom farzandlar tug'iladi. Uni agarda shunga muhtojlik bo'lsa, shunga moyillik bo'lsa, shusiz iloji bo'lmasa, shuni qilish kerak. Cho'zish kerak emas. Cho'zish kerak emas. Mana shunaqa. Bu endi oxirgi variant. Oxirgi, demak, uslub. Juda bo'lmaganda. Ayni lekin o'sha dori-darmon vositalari ko'p, to'g'ri tashxis qo'yilib, to'g'ri davolanilsa, albatta maqsadga erishiladi. Qahramon aka, rahmat. O'ylaymanki, bu podkastimizni, suhbatimizni ko'rganlar, o'sha farzandlarini shoshirayotgan ota-onalar fikridan sal bo'lsa ham qaytadi. Albatta, yoshlarga ozgina vaqt berish kerak, ularni hadeb haligi iskanjaga olib nega bo'lmayapti deb, ayniqsa bu yigitga ta'sir qilmagan taqdirda kelinga juda qattiq ta'sir qiladi. Uni psixikasiga ta'sir qiladi. Psixikani buzilishi, asabi buzilishi gormonal o'zgarishlarga olib keladi. Uni tuzog'lash qiyin bo'ladi. Qahramon aka, suhbatimizni davom ettiramiz. Demak, hozirgi kunda juda ham ko'p erkaklarda uchrayotgan kasalliklar bu prostatik kasalliklar ekan. Statistika bo'yicha. Prostata bezining yallig'lanishi. Aha. Mana shu kasallik haqida, ya'ni boshlanishi, uni jarayonlari haqida, oxir oqibat nimalarga olib kelishi, shu haqida gapirsangiz, marhamat. Prostata bezining yallig'lanishi xastaligi to'g'risida juda ma'lumotlar ko'p. Televideniyada, o'sha internet tarmoqlarida juda katta ma'lumotlar berilgan. Endi ruschasiga kommunilyen deydi. Hamma shu prostata bilan shug'ullanish boshlagan. Juda informatsiya, ma'lumot ko'p, davolash uslublari ko'p, va hokazo, va hokazo, va hokazo. Ularning ichida yolg'on xabarlar ham ko'p. Endi 2 kunda davolab boramiz, 3 kunda davolab boramiz, ko'rmagandek bo'lib ketasiz, haligi aloqa juda zo'r bo'lib ketadi degan joylarini juda ko'p o'sha internet tarmoqlarida ko'ramiz, bu hammasi yolg'on. 2 kunda ham tuzalmaydi, 3 kunda ham tuzalmaydi. Agarda prostata bezi haqiqatda yallig'lanib, shunday tashxis qo'yilsa. Uni davolash ancha vaqt talab qiladigan, juda ham demak murakkab davolash tizimiga xos bo'lgan bu nozologik bo'lak kasallik. Endi prostatit deymiz. Mana erkaklik bezi to'g'risida gap ketyapti. Bu eshituvchilarimizga o'sha shuni aytish kerakki, nima o'zi prostata ko'p gapirlar, nima u? Prostata bezi bu erkaklik bezi. Erkaklarda bo'ladi, ayollarda bo'lmaydi bu. Qo'qqi tagida olatda asosida joylashgan bez bu. Uni bir qancha vazifalari bor. Urug' ko'paytirish, olat qo'zg'alishni tashkillashtirish, ichki muvozanatni saqlash va hokazo va hokazo, uni o'ziga yarasha funksiyalari bor. Bu yallig'lanishi sabablari ham ko'p. Vaqtida aloqa qilmaslik, turg'unlik prostatita deymiz, zastoyniy prostatit deymiz. Prostata sekreti turib qoladi, natijada yallig'lanib bez shishadi. Yozilishi qiyinlashadi va hokazo, o'ziga yarasha shikoyatlar yuzaga keladi. Asosiy shikoyatlar nima? Qo'q va bel sohalarida og'riq his qilinadi. U og'riq masalan dumg'aza sohasiga berishi mumkin, orqa chiqaruv kanali sohasiga berishi mumkin, moyaklarga berishi mumkin, olatga berishi mumkin va hokazo. Bitta joy og'rishi mumkin, lekin bir xil holatlarda hamma yoq og'riydi. Va
Dumg'aza bel og'risa radikulit deb o'ylashingiz mumkin. Tushunyapsizmi? Moyak og'risa moyak kasallangan deb o'ylashingiz mumkin. Asosiy sabab prostata bo'ladi. Endi nima o'sha og'riq? Ikkinchisi siydik kelishini buzilish. Tez hojatga boriladi. Siydik peshob kelishini oxirida og'riq his qiladi inson. Tushunyapsizmi? Og'riq his qiladi. Keyin prostateriya degan holat bor. Agarda prostata bezini suyuqlik ko'p ishlab chiqarilsa, yallig'lanish hisobiga. Siydukdan keyin o'sha suyuqlik ham kelib qolishi mumkin. Undan tashqari yozilganda achish og'riqli bo'lishi mumkin. Achishish holatlari yuzaga kelib qolishi mumkin. Keyin tez qatnash qoida yuzaga kelib qoladi. Yosh bo'lishiga qaramasdan. Tez qatnaydi. Undan keyin tunda turish ham paydo bo'lib qoladi. Yoshlarda ham. Bezovta qilishi. Ha. Tunda masalan yosh yigit 25 yashar yigit masalan kechqurun yotishga uxladi. Shunda qattiq uxlaydiki, ertalab 6 da, 7 da hey qilib turg'izib uyg'otmaguncha uxlayveradi. Kechasi bilan uxlaydi, yaxshi uxlaydi. Bu normal holat. Endi yallig'lanish bo'lsa 25 yashar yigit qattiq uxlash kerak. O'zi majbur bo'lib turib yozilib keladi. Ana bu belgilardan bittasi. Mana shu bir qancha belgilarni sanab o'tib, mana bu prostata beziga xos. Endi yana boshqa sabablardan bittasi bu zastoy deydik. Sabablardan bittasi bu o'sha infeksiya. Siydik yo'llari infeksiyasi. Ko'p holatlarda o'sha kisheshniy paloshka deymiz. O'sha Escherichia coli deydi, o'sha infeksiya, o'sha prostatani yallig'lanishga olib keladi. Undan keyin jinsiy aloqa bilan yuquvchi infeksiyalar bor. Tuzalgan taqdirda ham, infeksiya yo'qolgan taqdirda ham prostatit asorati qoladi. Boya aytganimizdek. Uni keyinchalik asosiy asoratlari jinsiy ojizlik, jinsiy tomondan susayish. Urug'ga ta'sir qilib, urug' miqdori kamayishi mumkin, sifati pasayadi. To'g'risimi? Mana shunaqa asoratlari bor. Demak, prostata bezi yallig'lanadi, yuqoridagi shikoyatlar bo'ladi. Albatta shunday shikoyati bor erkaklarimiz. Endi asoratlardan biri jinsiy tomondan sustkashlik paydo bo'ladi. O'shandagina murojaat qilishadi. Yuqoridagi shikoyatlar paydo bo'lganda murojaat qilinadi. Bunday holatlarda nima qilinadi? Avvalo shikoyat tinglanadi. Shunga qarab tekshiruv muolajalari bajariladi. Ultratovush diagnostikasi, turli xildagi analizlar, azmoyishlar deymiz. Qon tahlillari, gormonal fon tekshiriladi. Umumiy quvvat ko'rsatuvchi turli xildagi hozirgi yangi analizlar chiqqan, o'shalardan tekshiriladi va hokazo. Endi bu shikoyat bilan kelganda, gohida shunday bo'ladiki, shikoyat yo'q. Shikoyat yo'q. Yaxshi yuribman deydi. Lekin tekshiruvdan o'tkazsangiz prostata bezining yallig'langan holati aniqlanadi. Demak, hech qanaqa belgi yo'q, lekin kasallik bor. Asimptomatik, ya'ni simptomi bo'lmagan bu 4-kategoriyali prostata bezining yallig'lanishiga to'g'ri keladi. Prostata bezining yallig'lanishining kategoriyalari bor. Tushunasizmi? 1, 2, 3 deganda, birinchi, ikkinchi, uchinchi, mana shunaqa 4-kategoriyalari bor. Ular yana o'z subkategoriyalarga bo'linadi. 4-kategoriyada shikoyat bo'lmaydi, lekin analizda o'zgarishlar chiqadi. Unday holatda ham davolanadi. Bu shikoyat yo'g'i degani kasal emas degani emas, betob emas degani emas. Uni analizdan yig'ib turib, analiz qilish kerak, tekshirish kerak. Tekshirganda o'sha analizlarda o'zgarish bo'lsa, demak unda ham prostata bezi yallig'lanish holati borligi topiladi. Albatta muolaja o'tkaziladi bunday holatlar. Muolaja vaqti qancha davom etishi mumkin? Misol uchun. O'rtacha hollarda. O'rtacha hollarda buni surunkali deymiz. Surunkali abakterial prostatit bor, surunkali bakterial prostatit bor. Hammasida ham o'sha analizni davolash muolajalari paytida analizlar qilib turiladi. Demak, tekshirib turiladi. Analizlar yaxshi bo'lgandan keyin davolashdan naf olingan hisoblanadi. 10 kun bo'lishi mumkin, 15 kun bo'lishi mumkin. Tushunasizmi? 2-3 kunda buni davolab bo'lmaydi. O'sha antibakterial davo kursini olish kerak.
umumiy quvvat oshiruvchi muolajalar qilinishi kerak, immunitetni ko'tarish kerak va hokazo va hokazo. Bir xil holatlar bo'ladi, bir oylab davolashga to'g'ri kelib qoladi. Tushunasizmi? Unda o'sha kerakli natijaga erishish to'g'risini aytganda og'irroq. Bu oddiy narsaga o'xshab tuyuladi, lekin og'irroq. Jiddiy qarash kerak demak. Jiddiy qarash kerak. O'sha analizlar deymiz. Yaxshi chiqishi kerak. Masalan, davoladingiz, shikoyatlar yo'qoldi, lekin analiz qilib ko'rsangiz hali oxiriga yetmagan. Jarayoni oxiriga yetmagan. Demak, davom ettirish kerak. Tushunasizmi? Ana o'shandagina o'sha 10 kun, 2 hafta ketadimi, 3 hafta ketadimi, 1 oy ketadimi, nazoratda bo'lib davo muolajalari davom etaveriladi. Masalan, inyektsion holatidagi dori-darmon to'xtagan taqdirda ham tabletkali ichish vositalari davom ettiriladi. Davom etadi demak. Yaxshi, Qahramon aka, savollarimizga kerakli javoblarni oldik. Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda erkaklik quvvatini oshiramiz, erkaklarni yana ham sog'lom qilamiz degan reklamalarni juda ko'p ko'ryapmiz-da. Har qadamda bor. Telefonimizda doim, ayniqsa Instagramda juda ommalashdi mana shunaqa reklamalar, ya'ni preparatlarni, har xil mahsulotlarni, dori-darmonlarni. Ular endi noma'lum, tarkibi qanaqa, kim ishlab chiqaradi. Lekin reklamasi juda ham kuchli, ya'ni reklamaga ular pul tikyapti va xalq agar o'shalarni kommentini o'qisangiz, o'sha videolardagi kommentlarni o'qisangiz, xalq demak sotib olyapti. Qayerda, narx qancha, plyus qoldiring degan yoki manzilingizni yozib qoldiring degan va xalq juda ham qiziqqan bu mahsulotlarga. Erkaklarimiz. Nima deysiz mana shu mahsulotlar haqida? Ya'ni o'sha erkaklik quvvatini oshiramiz deb chiqayotgan qo'shtirnoq ichida deymizmi? Mana shu mahsulotini tavsiya qilayotgan insonlarga yoki o'sha mahsulotlar haqida nima deymiz? Haqiqatda ham o'sha internet tarmoqlarini ochsangiz, juda ko'p turli xildagi jinsiy aloqani mustahkamlovchi, prostata bezini 2 kunda davolab yuboruvchi, jinsiy quvvatni juda o'tkir oshirib, xuddi sherday haligi aloqaga kiruvchi vositalar sifatida ko'rsatilayotgan biologik aktiv qo'shimchalar juda ham ko'payib ketgan. Bilasizmi, men bunga juda skeptik tarzda qarayman, ya'ni tanqidiy munosabatda. Birinchidan, o'sha biologik aktiv qo'shimcha mahsulotlarini olish jarayoni qanday? Qanday texnika uslublarda olinyapti? O'sha organizmga kerak bo'ladigan molekulalarni sofligi qanday? Anidan uncha o'tni olib, undan buni olib, undan ozgina olib, kapsulaga tiqib mana shuni ichsang zo'r bo'lasa, bu noto'g'ri. Noto'g'ri. U molekulani sofligiga bog'liq. Olingan molekulaning sofligiga bog'liq. Bu juda murakkab jarayon. Dunyo bo'yicha bir nechtagina kompaniyalar shu mahsulotlarni tozalik darajasiga yeta olgan. Juda kam. Juda ham kam. Ularning mahsulotlari haqiqatda ta'sirchan bor, shunaqa kompaniyalar bor. Lekin aksariyat holatdagi kompaniyalarni chiqarayotgan, qo'shtirnoq ichida kompaniyalar chiqarayotgan mahsulotlari bu jihatdan talabga javob bermaydi, o'z o'sha kuchini bermaydi. Gap boshqa, ish boshqa. Tushunasizmi? Hech qaysi bat 2 kunda tuzatib qo'ya olmaydi. Boyagi masala, boshida aytgan masalamiz, ya'niki kasallik sababini aniqlash kerak. Sababini aniqlab turib, ana undan keyin o'shanga qarshi muolajalar qilib, masalan, bakterial infeksiya bordir. Siz bad berganingiz bilan unda hech narsa o'zgarmaydi. Badlar infeksiyani o'ldirmaydi. Shunchaki qo'shimcha vosita. Masalan, osh qilyapsiz uyda. Men misol qilib aytaman. Unga magiz solsangiz ham bo'ladi, magiz solmasangiz ham bo'ladi. No'xat solsangiz ham bo'ladi, solmasangiz ham bo'ladi, to'g'rimi? To'g'ri. Usiz ham osh pishadi. Faraz qiling, shu magiz, no'xat, o'sha bad. Asosiy kasallikni davolash uchun bazis davo muolajalari kerak. To'g'ri. Tekshiruvdan keyin, chuqur analizdan keyin
o'shanga yarasha muolajalar kerak. Ana undan keyin mayli shuni ichsa ham qo'shimcha yomon bo'lmaydi degan ma'noda berilsa, balkim ta'sir qiladi. Lekin monoterapiyada u ta'sir qilishi juda qiyin. Monoterapiyada faqat o'zi. Bad bu o'zi tub mohiyati kasallikni davolash uchun chiqarilmagan u. Badlarni biologik aktiv qo'shimchalarni asosiy vazifasi kasallikni profilaktikasi uchun chiqarilgan. Tushunasizmi mana? Ya'niki shuni ichib yursang, masalan, kaliy yetishmasa, kaliying ko'payadi, magniy yetishmasa, Qo'shimcha vosita. Ana o'sha mahsulotlardan olinayotgan, oziqa mahsulotlaridan olinayotgan mineral modda, vitaminlarni miqdori kam, ya'ni yetishmagan holatni kompensatsiya qilish maqsadida ishlab chiqarilgan narsalar. Kasallikni tuzatish uchun emas, kasallik bo'lmasligi uchun ishib yursangiz, kasallik bo'lmasligingiz holati yuqoriroq bo'ladi. O'sha sal kamroq narsani to'ldirib turish uchun. To'ldirib turish uchun. Shunchaki qo'shimcha. To'ldirib turish uchun. Badda asosiy vazifasi shu. Tushunasizmi? Mana buni ichsang qand kasalligini tuzaladi, mana bu badda ichsang bo'lmagan gap. Bo'lmagan gap. Demak, biz o'sha Instagramda chiqayotgan har xil reklamalarga ishonmasligimiz kerak. Tanqidiy munosabatda bo'lishimiz kerak. Yaxshi. Xo'p, shunaqa ekan. Uni tarkibi nima? Qaysi uslubda olindi? Qanday texnik jarayonlardan o'tdi? Uni masalan tekshiruv natijasida aprobatsiya qilinganmi? Ya'niki masalan 200 ta 300 ta odamga berilib qanday undan natijalar olindi? Musbat natija oldimi, manfiy natija? Mana shunaqa sertifikatlangan bo'lib, tekshiruv jarayonlaridan o'tgan bo'lishi kerak. Ana o'shandagina bir qandaydir mana tekshiruvdan o'tibdi, shuncha odam shundan ichgan ekan, maminchasida bunaqa ijobiy natija olinibdi degan holatlari bo'lsa, undagina iste'mol qilib ko'rish mumkin. Bo'lmasa o'sha shuni taqdim qilayotgan o'sha distribyutor deymiz. Distribyutor. O'sha distribyutordan xo'p, shuni chiqaribsizlar, tarkibi qanaqa, qancha oy ichiladi, qaysi paytda ichiladi, qanday ta'sir qiladi, organizm qaysi jarayoniga ta'sir qiladi. Xo'p, menda infeksiya bo'lsa, ta'sir qiladimi, yo'qmi? Balkim infeksiyani oldin davolash kerak edi. Xo'p, sertifikati bormi? Nechta odamda buni demak yaxshi natijalarni erishdinglar, shu to'g'risida ma'lumotlar bormi degan savollarni qo'yish kerak. Agar sizga o'sha ma'lumotlarni bera olsa, siz o'sha ma'lumotlarga qoniqish qilsangiz, bo'lmasa yo'q. Demak, davolash vositasi emas, qo'shimcha vosita sifatida qabul qilishimiz kerak. Qo'shimcha vosita. Shuning uchun ham bad deyiladi. Biologik aktiv qo'shimcha. Добавка deydi. Bad degani biologik aktivni добавка degani. Rahmat, Qahramon aka, suhbatimiz so'ngida yurtdoshlarimizga, ya'ni jamiyatimizdagi erkaklarimizga doimo sog'lom bo'lishi uchun oliy toifali shifokor urolog sifatida 3 ta eng muhim qoidalar yoki yo'nalishlarni maslahatlaringizni aytsangiz, marhamat. Erkaklar doimo sog'lom bo'lishi uchun. Bu yaxshi savol, lekin o'ylantiradigan savol. Nima qilish kerak? Men o'zimni shu tajribamdan deymizda endi. Albatta. Xalqaro ma'lum miqdor, ma'lum muddat shu sohada ishladik. Shundan kelib chiqqan holatda men maslahat berishim mumkin. Nima qilish kerak? Yigitlarga. Ayniqsa yigitlarga. Bilasizmi? Erkaklarda kasallikni kelib chiqish, mana infeksiya dedik-a, shamollar, shu hokazo. Shuni provokatsiya qiladigan narsa bu sovuqda qolish, zaxda qolish. Tushunasizmi mana? Ya'ni rivojlantiradigan, qo'zg'atadigan narsa, kasallikni qo'zg'atadigan, zaxda qolish. Masalan, mana hozir shu kunlarni nazarda tutaylik. Kun issiq, lekin prostatani anaqa haligi xuruji bilan kelishadi. Birinchisi beradigan savolim. Dachada bo'ldingizmi? Cho'mildingizmi? Cho'mildim. Yo'q, Qumsonda bo'ldingizmi? Qumsonda bo'ldik, o'sha yerda cho'mildik. Zaxda cho'mildik. Zaxda muzdek suvda cho'milgan.
yoki bo'lmasa qish paytlarida shu kasallik asorati ko'payib ketib qoladi. Nima uchun? Yengil kiyinib chiqib ketibman. Yoki bo'lmasa o'rtoqlar bilan bir joyda o'tirdik, muzdek joyda o'tirib qolibmiz, o'shandan keyin tez hojatga borishni boshladim, achish, og'riqlar va hokazo va hokazo. Ya'ni birinchi bu oddiy narsa juda ham qiziq tuyulishi mumkin. Men erkaklarimizga shuni birinchi aytgan bo'lardim. Zaxdan ehtiyot bo'ling. Oyog'ini uchidan kindikgacha bo'lgan masofani issiq ushlash kerak. Quruq bu degani terlatish emas, quruq issiq ushlash kerak. 80-90 yoshlar oldin qariyalar bo'lishardi. Yozi chillasida ham oyog'ida qovush maqsi, etik ustida paxtali shimda yurishardi. Tushunasizmi? Nima uchun? Issiq ushlash kerakligini bular his qilishardi. Oyoqni issiq tutilsa, jinsi a'zolarni issiq tutilsa, issiq degani bu terlatish emas, quruq ushalsa, zaxni his qilmasa kasallik bo'lmaydi. Tushunasizmi? Sovuq zax holat kasallikni provokatori bu. Qo'zg'atib yuboradi. Qo'zg'atib yuboradi ya'ni. Tushunasizmi? Mana shunaqa. Bu yog'ini suv ushab, kindikdan yuqorida yalang'och yuring, qishda kasal bo'lmaysiz. Oyoqdan ketadi. Jinsiy a'zolarni issiq ushlash kerak. Demak, birinchi nastavleniya deymiz. Taklif, Birinchi taklif zaxdan ehtiyot bo'ling. zaxdan, sovuqdan ehtiyot bo'lish Sovuqdan, kerak. zaxdan ehtiyot bo'ling. Yaxshi. Ikkinchisi tak. Sog'lom turmush tarziga e'tibor bering. Ikkinchisi. Bu nima degani? Boshida sanab o'tilgan omillar. Vaqtida uxlang, vaqtida ovqat iste'mol qiling. Ko'p harakatda bo'ling, badan tarbiya bilan shug'ullaning. Keyin masalan uylangan bo'lsangiz, jinsiy aloqa o'z vaqtida bo'lsin. O'sha demak, sallallohu alayhi vasallamning sunnatlariga amal qiling. Mana shu hammasini ichiga olib kirib ketadi. Ya'ni sog'lom turmush tarziga e'tibor bering. O'sha harakat va hokazo ovqat hamma shuni ichiga kirib ketadi. Sog'lom turmush, ichkiliklardan qaytish, keyin boyagi energetik napitkalarni ichmaslik, hozir yoshlar orasida, ayniqsa maktab o'quvchilari orasida juda rivojlanib ketdi. Mana shu narsalar ham juda qattiq ta'sir qiladi. Demak, ikkinchisi sog'lom turmush tarziga e'tibor berishlarini men istardim. Yigitlarimiz, umuman erkaklar, hamma. Faqat erkaklar emas, hammani. Uchinchisi doim pozitiv bo'lish. Asab basrash. Pozitiv. Mana shuni aytish mumkin. Stakan naполовину pust deyish ham mumkin. Ya'ni stakan yarimtaga bo'sh. Yoki aytish mumkin. Pozitiv aytadi. Stakan naполовину полон deydi. Tushunasizmi? Doim yaxshilikni qidirish kerak. Doim pozitiv bo'lish kerak. Yomoncha yomon bo'lib ketaveradi. Bitta narsani aytaman, yaquq o'qib qoldim. Siz miyangizda yaxshi fikr qilsangiz, o'shani miya materializovat qiladi, keyinchalik materializovat qiladi. Ya'ni boshqa narsa bor. Bo'ldi, endi shu yoshga yetdim, endi nima qildim bu yog'iga yashab. Endi bo'ldi-da desangiz, miya buni sразу ulavit qiladi. De, buni ichki a'zolarga beradi. Xo'jayinimiz tarki dunyo qilibdi. Endi yashash unaqacha xohlam yotibdi. Endi bo'ldi, endi bo'shashamiz endi. Biz ham dam olamiz deydi-da. Ichki a'zolarning ish jarayoni sekin-sekin susayib boradi. Tushunasizmi? Miya buyruq beryapti. Miya buyruq beradi. Agardaki, yo'q, meni qiladigan ishim ko'p. Syomkalar qilishim kerak, unga undoq qilishim kerak, kitoblar chiqarishim kerak kelajakda, hali qiladigan ishlar ko'p, haligi nevaralarni o'ylantirishim kerak, haligi turmushga berishim kerak, tepasida o'zim bo'lishim kerak, men uchun sog' bo'lishim kerak desangiz, miya a'zolarga informatsiya beradi. Bu insonni qiladigan ish ko'p ekan. Hali dam yo'q bizaga. Ishlalaring 100%. Bo'shashma deb miya informatsiya beradi. Natijada a'zolar ishlayveradi. Demak, nimaga bog'liq ekan? Pozitiv ruhiyatga bog'liq ekan. Demak, asab basrab doimo pozitiv ruhiyatda bo'lishimiz kerak ekan. Mana shuni men o'sha faqat yigitlar emas, hammaga. Yurtdoshlar, insonlar, uchta narsa, demak,
Bu oddiy banalniy narsa, oddiy narsa. Zaxdan ehtiyot bo'ling. Men o'zimni patsientlarimga ham aytaman, issiq kiyininglar deyman. Zaxdan ehtiyot bo'linglar deyman. Mana oldinlar biza maktabda o'qigan, institutda o'qigan paytimizda paltolar kiyardi hamma. Ota bobolarimiz palto kiygan, qariyalar choponni yurishardi. Paltoda uzun drap Oyog'ini palto, uchigacha. drap paltolar bo'lardi. Bitta ko'yning ustidan shunday kiyardingiz, hamma yog'i zo'rab turadi, kasal bo'lmasdi, shamollamasdi, issiq ushardi. Hozir qanaqa? Hamma bilasizmi? Yevropa madaniyati bizani chuqur egallab olgan. Oddiy kurtka, kalta kurtka, bitta shim, qishda yuqa, tufli, 20 gradus sovuq, ko'chada turibmiz. Yosh yigit bilan yosh qiz turibdi. Bo'ldi. Boshqa narsani keragi yo'q. Turli xildagi shamollashlar, turli xildagi asoratlar o'shandan kelaveradi. Demak, bu nima degani? Issiq kiyinish kerak degan. O'sha sezonni kiyinish kerak. Sovuq his qilyapsizmi? Darrov ichki bilo kiying. Ya'ni o'sha mavsum ob-havoga qarab kiyinish kerak. Mavsumiy kiyinish kerak. Ya'ni zaxdan ehtiyot bo'lish kerak. Ikkinchisi sog'lom turmush tarziga e'tibor berish kerak. Uchinchisi asabni asrab pozitiv bo'lish kerak. O'shanda zo'r bo'ladi. Rahmat, Qahramon aka, bugungi tashrifingizdan xursand bo'ldik. Savollarga javoblaringizdan juda xursand bo'ldik. O'ylaymizki, bugungi suhbatimizda albatta yurtdoshlarimiz o'ziga kerakli maslahatlarni, qoidalarni olishdi va juda ham foydali bo'ladi degan umiddamiz. Yana bir bor sizni Zafar Ollashamiz loyihasida ko'rganimizdan xursandmiz. Sog' bo'ling, xush kelibsiz. Sizlarga ham rahmat taklif uchun. Juda dolzarb mavzularni olib chiqqansizlar. Men o'ylayman bu oxirgisi bo'lmaydi. Yanada ko'rishsak, balkim yanada boshqa fikrlar, boshqa g'oyalar chiqib qolishi mumkin. O'shalar bilan o'rtoqlashsam, men o'zim baxtiyor his qilaman. Rahmat. Yana studiyamizda kutib qolamiz, xudo xohlasa. Aziz yurtdoshlar, Zafar Ollashamiz loyihasining navbatdagi soni yakunlandi. Albatta, bugungi suhbatimiz siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, bundan xursandmiz. Fikr mulohazalaringizni, savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.